Boshlaydingizmi mijozlar uchun? Albatta, sim tashalmagan joylarga ham yechimli bor. Ko'rib turganimizdek, Wi-Fi lokal tarmoqda Deko bilan mana shu tezlikka erishdik. Bu yana oshib boradi, to'g'risi. Hozir bu mana ko'rib turganingizda oshib ketyapti. Aldiydi, negativ deb yozasizlar-ku, unaqa narsa emas. Bu oshib ketaveradi. Wi-Fi Dekoda uyingizni to'liq ta'minlaydi mana. Televizor qarang, 4K. Negativlar bor-ku, 4K qo'yib qo'yganimga mana 200-300 chiqyapti. 4K ni olib tasam bundan baland chiqishi mumkin. Nazar qilamiz. Bitta любой 4K. Okay, videoni tanlang, qaysi bir mashina qo'yib bering. New York qo'ying. 4K ni qo'yib beraman, qarang. Yaxshilab qarab turinglar. Уже 4K da mana shu oshdi desam ishonasizlarmi? Televizor ajoyib ekan. Настройкasiga o'tamiz, qaranglar. Настройкasiga o'tganimizda 4K nima deyapti? Deko bilan 4K da bemalol videolaringlarni tinimligini bitta oling. Bino yonida turgandek bo'lyapti-yu. Xullas, gap qisqa qilaman. Katta tezlik, Deko xizmati, provodnoy ulash xonadonlar uchun muammo emas. Bizga aloqaga chiqasizlar, Jafar va men albatta cho'tki qilib beraman.